Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amma ba'du. Hörmətli qarindaşlar, biz bugün Sura Al-İmran'ın 130. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Bedr ve Uhud uruşlarındaki bazı ibret, ders, savaqlar elinip ahırlaşqandan keyin tema jazanıga ötkəldi. Nimbop Uhud uruşu, Bedr uruşudan keyinki tema jazanı ötkəliş haqqında biz ilgirki dersimizde yeterlik sözlüdük. Bugünkü dersimizni bir vasıta ayetten başlayımız. Estaizu billah. Ya eyyuhellezine amenu la ta'kulur riba adha'afen mudha'afa vettakullaha la'allakum tuflihun. Ey müminler, sizler cazanını hesselep onda yemanglar. Allah'tan korkunglar bu cihette. Yani bu işten saklananglar. Belki sizler akıbette yaxşı neticelerge erişişinglar mümkün. Hem cazana iqtisaddaki, pul maldaki artıq kısım. Asli lügat manisi artıq mal degan ma'noda. Tabii ki yiyilen yani yemanglar ifadesi kullanıldı. Yiyiş ifadesi kullanılışı mesela cazanı kılıp kim ep kiydi, öy alıdı, maşina alıdı ama yiyiş ifadesini kullanılışı dünyadaki insanın kılıdığan her kandak bir işinin ve insanı yoldan çıkardıgan her kandak bir natoğru işinin ki tüp yıldızı yiyiş oldu. Yeyiştin eş qavaqda, qosaqdan eş qavaqdan keyin başqa ishlarga qarab taraqqiy qiladi. Agar yeyish ehtiyojı, qosaq ehtiyojı kamaysa, masalan insonlar jamiyatida boshqa ishlar asta tarilib shu yerga markazlashadi. Ya'ni bu alaqa bizning Uyg'ur tilidami alaqa bir narsani qo'lga elish, bir narsaga erishish, bularni noto'g'ri yo'llar bilan erishishga mush yeyish ifodasi qo'llanildi. Masalan, birov mening necha yuz ming pulimni men qor qo'yibdi meni, qo'yibdi. Ba'midi, men nima deyman, palonni necha yuz ming pulimni yavoldi. Masalan, men haqni haqqini yavolmayman. Bu yerdagi yeyish eg'izg'ilan yeyish masalasi emas, elivelish, uzning qivilish ma ifodani ko'rsatdi bu yerda. Peygamber aleyhissalatü vesselam o insanınki tüp ihtiyacınınki şu yemek içmek geldiğini ifadelep bir hadisi deydi. İmam Bukhari, Tirmizi, İbn Mace qatarlıq muhaddis imamlar kitaplarında keltirgan bu hadisni. Men asbaha minkum aminan fi sirbihi. Qanda adam salamet orundan qopsa ettigini de. Mesela bedeni, cisminde hiç qanda bir elimi yok, zararı yok, sağlam. Küllük yemek içmeki ba mesela şu adam şu günde yaşaş imkaniyeti ba halette bir gün bir adamga yursa, tan atsa bu adam dünyadaki bütün naz nimetlerge erişken oldu degan bir ifodani qo'llangan. Yani insandaki en mühim nokta bu. Anda olgandan keyin şu ünvan şekilde bunda eliveliş yolsuz şekilde egallevelish ma'nosini şu yeyish ifodasi bilan ifodalagan bo'lishi mumkin. Bilimiz eğer biz bir tağlık rayonda yoki bir kanga kirib qolayli, liqla altın kan. Ama o yerde bir parça qosaq to'yg'azg'idek non bo'lmay qolib qolsa, o tağ altınmı hesapta bizga hech bir ahamiyat olmaydi. Şuңашqa bu yerdagi yeyish ifodasi insondagi tüp ihtiyoç bu bir. İkinciden insan yolsuz egallab oladigan her qanday bir egallavilishninki tildagi ifodasi shu yeyish orqali ifodalanadi. Masalan, uning geli yo'nab ketdi deymiz. Masalan, bir odam yo'lsizlik bilan jiq bir ishlarni qilgan bo'lsa, yo'lsizlik bilan nurg'un mol dunyoni to'plab olgan bo'lsa, boshqalarni qaqsoqti qilgan bo'lsa, geli yo'nab ketdi deymiz. Shu o adam axir narsaning hammani eg'izi sanmaydi. Faqat masala egallab masalasi. Shu bu yerdagi yeyish ifodasini har kuz muhatto tushunib, yemaydigan narsalar bo'lib qolsa, jazoni qilsa bo'ladi. Jazoni faqat yeydigan narsalar deb qaralmaslik kerak qarindoshlar. Bu bir masala. Anlagan oyatning 5idagi yeyish ifodasini o'tgandan keyin adaf, mudaafa ikki so'z var. Bu del iqtisod tuzilmasidagi ba'zi ifodalarni bizga ko'z tutmas kerak. Adaf degan nima desa,
Adaf şu aslidagi mal-mulk, jazoni mal-mulk degan aslidagi oshqan qism emasmi? Aslidagi mal-mulk keyingi boshqalar jazoni ustida oladiganga qarag'an vaqtda bir ojiz bir holatga tushib qoladigan. Ya'ni biz odat Uyg'urchada hassa deymiz. Shu shakldagi ma'no. Masalan deylik, mening bir ishim bor. 100 masalan 100 so'm pul bir ishim bor. Bu üzüm alıdı menden mesela yıllık ya 20% ya 30% hem de. Kiler jilisi nim buludu 120 buludu. 20'ni ele alsak 100 kalıdı. 20 ölen 120 buludu. Yani manda şekilde küpeytip digenini ifadeliz gerek azaf. Ondan keyin mudaafa degeni hassa qatlanadigan degan ma'noda. Bu qanday qatlanish desa, bayataqi misolning davomini so'zlay. Men 100 so'm asli qarz, 30 so'm buning usumi, buni bilenmedim bu yil, kelajak yilga vaqtda men %30% usum 100 so'mga emas, 130 so'mga qo'yiladi, qatlanadi. Uni bilenmedim. Kelajak yilisi, undan keyingi yilisi 130, ondan keyin majilki 130 ga chiqqan 30%ni qo'shsak, ne bo'ladi? 40 bo'ladi u. 30 40 bo'ladi. Shuni bilan 270 ashta qatlanib, ustiga joylangan usum, qo'shilgan usum va bu usum bilan qo'shilib bulardan chiqqan usum mana bir qatlanib ketilgan ahvol bor. Bu mudaafa, ya'ni hassa qatlanib ketgan ma'noda. Ya'ni murakkab payda, qatma-qat payda degan ma'noda. Endi bu yerdagi jazonini bunda hassa, bunda qatma-qat yemanglar degani azizanglar bo'ldi deganlik emas, balki Rasulullohning zamonisidagi jazonining ahvoli shu'di. Herkes bu yerdan ba'zilar tushungandek, anda shaklda 30%, 40%, 20%, ondan keyin yilda qatlanadigan bunda bo'lmay, 1%, 2% bo'lsa, masala yo'q deydigan hukm chiqmaydi. Ve ondan başka mudaafani akilib qatlandırdık ya biz. Qatlanmasa, mesela 100 so'm qarz var. Bununla bir 2%, 1% üsüm çıktı. Kilajilisi yani şu 100 so'mga keladi, ondan 100 so'mga keladi. Onda qatlanadigan ish yo'q. Şuna jazoni hozir bo'lmaydi degandek ma'nomi chiqmaydi bu yerdan. Faqat Rasulullohning zamonidagi jazoni mashtag'ti. Yani eğer taraqqiy qilsa, shu holatga boradi yoki shu holatning bir shakllari bor bugungi kunda shu anda olsa jazoniningki tüp prinsip ölçümünü mu? Hassilab degan gapni biz mayada qatmas oldik. Ba'zilar mushni tutulib jazona bunda hassilab bo'lmasa, az olsa 1%, 2% bo'lsa bo'ladi. Deydi ya ba'zilar, biz uni bo'lmaydi deymiz. To'g'ri emas deymiz. Dalilimiz nima desa, dal Sura Baqaradagi 279-oyatdagi va in tubtum. Agar sizlar bu jazoni jinoyatingizdan tövbe qilib jazonidan qo'l o'zimiz desanglar, oladiganlar qaysi bo'ladi? Falakum ru'usu amwalikum. Asli pulingizlar. La tadlimun, boshqalarga zulm qilmaysizlar, va la tudlamun, sizlar zulm qilinmaysizlar. Asli mablag'inglar kengayib ketmaydi, ammo bir mo'chan qo'shmaysizlar. Buni ma'vo jazondagi prinsip. 1% jazona 0,5% jazoni, hatta 0,1% jazoni. Asli maldan oshgan qismning hammasi jazoni. Oyat aniq uchuq deydi. Jazonidan qo'l o'zib tövbe qilmoqchi bo'lsang, aslidagi melanga borsa. Buningga oddiy ismni qo'shmaysa, biz bayatın degandek hassa ismni qo'shmaysa degan bo'ladi. Biz mushunga asosan oyatdagi adaafa mudaafa hassilab jazoni nemanil degandagi hassilabni bu yerda qayd uchun emas, hukm mushuningga qarashliq deganlik uchun emas, balki o'z vaqtidagi ahvolni bayon qilish. Rasulullohning zamonisidagi jazoni mashtag'ti, bunda jazoni bo'lmaydi degan ma'noda keltirmoqchi. Ya'ni qandaqdir u yerdagi hassa azroq jazoni olib qolsa, ism azroq olib qolsa bo'ladi deganlik chiqmaydi. Ondan keyin oyatning oxirida ma gap tugagandan keyin vattaqulloh degan oyat keldi. Biz har doim shu vattaqu degan so'zga kelgan vaqtda biroz to'xtalib keldik. Buni tarjima Qur'onga qarasanglar, tuzlam Allohdan qo'rqinglar deb tarjima qiladi-ku. Aslida
ittaqa pilisi aslida bir narsadan qachish, bir narsadan saqlanish ma'nosida. Bu yerda Allohdan saqlaninglar degani, sizlar jazoni masalasida Allohning g'azabiga yo'liqadigan qizil siziqqa yaqinlashmanglar degan ma'noda bu yerda. Allah'ın jalal sıfatı var, jamal sıfatı var, Allah'ın qahr sıfatı var. Dövzaq Allah'ın ki qahr sıfatının askerlerinden birisi, kısmından birisi. Sizler Allah'ın dövzaqı yaqinlaşmanglar, Allah'ın jalal sıfatıga, qahrga yaqinlaşmanglar, Allah'ın g'azabiga yaqinlaşmanglar. Jazoni Allah'ın qizil siziqidir degan ma'noda. Shu boshqa ittaqunnar İttaqullah biz bunun ma'nosini o'xshash deb tushuntirib keldik. Oyatning oxirisida la'allakum tuflihun. Balkim sizlar shuningda yaxshi natijaga erishishingiz mumkin. La'allakum tuflihun ni tarjima Qur'on qarasanglar nijot tepishinglar mumkin deb tarjima qilinadi. To'g'ri, ammo falaha degan so'zning asliga qaraganimizda buni bir necha qitim dedik ilgargi darslarda. Asliga qaraganimizda dehqonning ter to'kib, jafo chekib öýüstiki yeydigan uruq danni chiqib yegi selib, badal to'lab demakchi. Oxirisi yil oxirisida hassa-hassalab mol husulni qo'lga olgan holati falaha bo'ladi. Buni biz dehqon deb ataymiz ya. Arab tilida shu falaha dehqonchilik qilib mol husul oldi. Fallah ashta qildigan odam dehqon degan ma'no ifodalaydi. Tuflihun bu yerda demakchiki, sizlar mashta qilsanglar, mushlardan saqlansanglar, oxirida oladigan erishadigan natijanglar, oxirida erishadigan oqibatinglar hisobda yaxshi bo'ladi, go'zal bo'ladi demakchi. Alloh subhanahu va taolo har doim bizga ba'zi masalalarni bir o'z ko'zimiz bilan ko'radigan, his qiladigan narsalar orqali tushuntiryapti Qur'onda. Mushu bu yo'lda Allah'ın ta'limotlarini hayotda tatbiqlashda bizning to'lagan badallarimizningki, tatgan jafolarimizningki ajrini bizga qanday shaklda qaytadiganligini bir yerda la'allakum tuflihun, ulaika humul muflihun deb bir dehqon husul og'ini bizga misol qilsa, dehqonning husul elishini obdan tasavvur qilib beqish kerak. Dehqon yaga salsa 5 kilo, 10 kilo narsa soladi. Necha yuz hassa ortiq oladi. Tam sizlarning ajringlar mush shaklda qaytadi degandek ma'noni ifodalasa, yana bir yerlarda, masalan Sura Baqaraning 261-oyatida bizga ajrimizning qanday qaytadiganligini tasvirlab, mu'minning qilgan yaxshi ishi kamasal habbatin bir donga o'xshaydi deydi. Bu don 7 bashaq unidi. Har bashaqda 100 don bor. Andoganda bir dondan 700 don qaytirib oladi ya dehqon. Shunga o'xshash mu'minning amali vallohu yudaifu liman yasha. Alloh xolgan odamga mush shaklda uni ko'paytirib beradi deb tasvirlayotdi Qur'onda. Hozirgi oyatdagi shu la'allakum tuflihundagi ma'nomi shu, boshqa oyatdagi ma'nomi ham shu. Bilamiz bizga yana misol qilyotdi. Mayli la'allakum tuflihunda, ulaika humul muflihunda. Bayatning oyatda ya bir tal donning qarshiligida 700 don birdu degan shaklda bizga erishadigan ajrimizni tasvirlab beradi ya. Bir ya mashta qaytugan yada yaning Robb bo'lgan Alloh o'zi uchun qilingan, o'zining yo'lida qilingan amallarni, yaxshi ishlarni cho'qqin buningda necha yuz hassa ortiq bilan bizga qaytarishga qodir, ham shunda qaytaradi Alloh subhanahu va taolo. Undan keyin endi vattaqun narallati uiddat lil kafirin. Kuparlarga tayinlangan dozaqdan qo'rqinglar. Qaranglar. Jazoni masalasi. Jazoni yeyishdan to'sib to'plam bizga bir musbat, bir manfi natijaga akeldi. Bir musbat, bir manfi deganimizdan bir ijobiy, bir salbiy deganimiz nima desa, bizning bu yerda bir erishadiganimiz var. Shu jazonidan saqlanish orqali va saqlanib qoladigan bir ig'ir zarardan birisi var. Erishadiganimiz cennet olsa, saqlanadiganimiz dozaq. Saqlanadiganimiz nima? Dozaq. Alloh ikki ajr berman da'vatıdı. Birisi cennetni berman da'vatıdı, yana birisi dozaqdan saqlayman da'vatıdı. Al-Imronning shu hozirgi suraning 185-oyatida mana bir oyat bor. Faman zuhziha anin-nar va udkhilal jannah faqat faz. Dozaqdan saqlanib, yaroqdashtirilib, jannatga kirgan odam eng büyük maqsadiga yetgan. Odatda natija mukofot hisobiga
Dozaqqa kirmay qalsaqmı bu bir güzel işdi. Dozaqqa kirmaslikning o'zimi bizdek mu'minlarga nisbatan yetarlik bir ish. Buning ustiga qo'shib dozaqqa kirmagandan boshqa bizni qana qilyotdi? Jannatga kirgizman deyotdi. Ikki mukofot. Birisi dozaqdan saqlanish, yana birisi jannatga qana qilish, kirish. Shuningga biz qiyomat kunisi jannatga kirishning oldida dozaqni kirib asratdan mangab andan keyin jannatga kiramiz. Mesele nima desa, bizning shuni his qilishimiz, ne'matdan huzurlanishimiz, qaysi ne'mat o? Dozaqqa kirmaganlik ne'mati va jannatga kirganlik ne'mati. Bu nuqtani bizga oyatim aynı şekilde shuni aslida. Shuni da'vatida, ya'ni. Jazondan saqlanishning ikki mukofoti bor. Birisi dozaqdan saqlanish, yana birisi jannat bilan mukofotlanish. La'allakum tuflihun shu. Endi bu şekilde dozaqdan saqlanib jannatga kirishning vosita yo'li nima desa, hayotda Allah belgilagan yo'lda minish. Allohning manhajiga, Allohning prinsipiga ergashish, hayotimizni shu shaklga keltirishki, atiulloh va atiur va rasul la'allakum turhamun. Allah'a itaat qilinglar va Allohning rasuliga itaat qilinglar. Balkim sizlar shunda Allohning rahmatiga erishishinglar mumkin. Endi Allohning yo'li Qur'on. Qur'on bizga nisbatan rahmat. Qur'onni sura Isro'ninki 82-oyatida va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahma. Qur'onni ikki xil sifatlaydi. Qur'on shifo va rahmat. Anda olsa qarindoshlar, shifo degan nima? Rahmat degan nima? Qur'onning qanday o'g'ini shifo, qanday o'g'ini rahmat desa, shifo degan inson kesilib bo'lgandan keyingi saqayish shifo bo'ladi. Qur'on shifolik degan gap inson bu yo'lda musibatlarga uchraydi. Ba'zi mushkulotlarga tushadi, qiyinchiliklarga tushadi, xato qadam afsaladi. Qur'on bularning hammani tuzdi. Bu nuqtadan Qur'on shifo. Rahmat degan nima desa, ashta musibatlarga tushmasdan, xatoliklarni qilmasdan, xato yo'lga qadam aqolmasdan bu yo'lda normal yurish. Ya'ni Qur'onning ikki xil bizga beradigan bir alohida natijasi bor. Shifolik va rahmat. Shifo bizdan o'tib qolgan xatolik, qillimizdagi musibat, tushib qolgan xofilliklarni tuzatsa, shifo degan gapdan chiqdi. Rahmat degani mush ishlarga bizni tushugizmaydi. Ya'ni ikki xil alohidalik bor ya, ma oyatda la'allakum turhamunki eng büyük netice. Yani sizlar nimaga tushmasdan, hech qanday masalaga tushmasdan, hech qanday bir xatolikqa, hech qanday bir musibatga duchor bo'lmasdan bu yo'lda davom qilishingiz mumkin. Ya'ni Allohning rahmati, Alloh bizga rahim. Buning hammasi manasi bizni musibatdan, xafalikdan saqlab qoldi. Bizga hech qanday balo musibat kelmadi, ig'ir masalaga tushib qolmadik, qiyinchiliklarga tushib qolmadik degan ma'noda qarindoshlar. Undan keyin 133-oyatda "Vasari'u ila magfiratin min rabbikum va jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Sizlar Robbinglar tarafidan beriladigan, qilinadigan mag'firatga oldiranglar, jannatga oldiranglarki, bu jannatning kengirligi osmon, zamin deydi. Bu jannat muttaqillarga hozirlandi. Oyatdagi oldirash pilisi aldirash bizning Uyg'ur tilida ikki xil. Aldirash. Bir aldirash var. Yani bu ishni en tiz vaqtning ichida güzel bir şekilde tiz bitirish. İşqa tiz tutuş qilish. Bu aldirash güzel. Yeni bir aldirash var. Aldırmaydigan yerde, qarorlarda oldirib qadamab qo'yish. Bu aldirash del ayıplanadigan aldirash bu. Arabchada buning ikki xil ifodasi bor. Ma güzel olgan aldirash ne? Surat süzülen ifadelaydi. Hele biz ayıplanadi degan aldirashni ajala bilan ifodalaydi. Ma güzel degan aldirashninki qarshi ma'nosi, qarshida qo'llangan so'z kechikish degan ma'noda.
Ama ma ayıplanadigan aldirashninki qarshi so'zi temkin bo'lish, salmoq bo'lish degan ma'noda. Balki Uyg'ur tilida ozroq farqlanishi mumkin. Ma'ni tiz deb ifodalaymiz ko'p hollarda. Ma ayıplanadiganni aldirang'uluq degan aldirab qoldi deb mana shunday ifodalaymiz. Arab tilida ikki xil so'z bor. Ya'ni masalan deylik, men bir ishlarni aldirab qilib falokatga yo'laqdim. Bu ayıplanadigan aldirash. Ammo men o'zimning bir xizmati bor. Buni noyda tiz vaqtning ichida, belgilangan vaqtning ichida tezlikda qana qildim, bitdim. Bu bir go'zal. Ya'ni vaqt isrof qilmaslik, o'tkazmaslik, ishlarga jiddiy tutish qilish degan ma'noda. Ya'ni texmi aniq xulosalab olsam, oyatdagi sari'u degan tildagi aldirash ma'nosini o'ziga olgan sur'at degan so'zini. Aldirash loyiq o'rinda tiz o'z vaqtida ishni bitirish, o'z vaqtida tutish qilish mau sari'uludu. Lekin loyiq olmagan joyda, ba'zi ishlarni qilmaydigan joylarda qilib qilish yoki oldirab o'z vaqtidan ilgari qilish ajala uludu. Oyatdagi ma go'zal shakldagisi shu. Masalan deylik, oldimda bir fursat var. Bana verilgan bir fursat. Bu fursat şu 2 saat ya 3 saat fursatim var. Men bunu tezlikte 2-3 saatlik fursatni çang tutup, muşundan güzel netice algan bolsam, ma o del biz bayatında vatkan güzel aldirash. Oyatdagi sari'u degani şu. Yani meseleni öz vaqtida, öz joyida güzel bir şekilde qilib Yani Allah'ın mağfiretiga aldiranglar, Allah'ın cennetiga aldiranglar degan gap. Vaqtni o'tkazib o'tmasdan mağfiret buluşqa tegishli ishlarni qilinglar. Cennet tarafiga ketayotgan yo'lda fursatni chang tutinglar. Ya'ni dunyoda umringning qanchalik qolganligini bilmaysan. Belki bir işlerini kechiktirishing mumkin, ati qilay, o'gin qilay, ataxi men yosh tursam qilib olamı deb. Belki ati seni bu dunyoda ko'rmasligimiz mumkin. Kelar hafta sen tamamen yerning ostiga kirib bo'lishing mumkin. Demak, o'zingning qanchalik dunyoda tex yashaydiganligini bilmaydigan bo'lg'achqa, qilishga tegishlik har vazifani qilib olishing kerak. Halaqi bizda bir maqol tamsil bor. Bugungi ishni atiga qo'yma. Tam shu ma'noda, shu ma'no shu oyatning ichiga kirishi mumkin. Mana bir gap bor. Bizda mijiq bu gap. Ölmeydigandek yaşa. At o'lidigandek, ölmeydigandek pul tap, masalan, dunyolikning ishni yaşa. At o'lidigandek ibodat qil deydigan. Yani bu nima bu desa, ko'pincha kishilar bunun ma'nosini xato elib oladi. Yani ölmeydigandek dunyolikning ishlar desa, butun dunyolikqa birilib ket degandek o'zining vujudi bilan ma dunyoni nima qil degandek tushunadi. Masala menda tushunsak, texmi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni ati o'lidigandek ibodat qil degani yaxshi ishlarga nisbatan fursatni chang tutdi. Chunki ati ketib qolishi mumkin. Dunyo ishlariga uchun yoki boshqa ishlarga uchun mangu yashaydigandek degani tek vaqt bor. Dunyo ishlariga yoki boshqa ishlarga bak oldirmasang bo'ladi. Ammo o'zingning ustiga tushgan vazifaga, oxiratinga munosabatli bo'lgan amali solihga nisbatan xuddi fursatdan tez ketadiganligini o'lidigandeklam jiddiy tutishni olmaydi. Mishadaki ayat o'lidigandek ibodat qil, yaxshi ishlarni qilib ol ifodasi oyatdagi sari'uninki tahtiga kirishi mumkin. Chunki inson agar tuyuqsiz dunyoga ketib qolsa, dunyolikda arzusi qolmaydi. Voy dunyoda bunda qilib olsam bo'pti ekan, dunyolik uchun. Uydan birini silib olsam bo'pti ekan, mashindan yana birini ilib olsam bo'pti ekan deydigan shuni qolmaydi. Chunki dunyodan ketib tugaydi u. Qilib qolgan dunyo qolganlar uchun. Pushaymon nima uchun bo'ladi? Kelgusiga, oxiratiga hozirladish. Undaganda cho'qib oldirashga tegishli ishi qaysi? Oxiratiga lozim bo'ladigan ishlar. O dünyasına lazım bulduğu işler, aldıraydığı işler şu. Şimdi ayetinin ahirisi gelsek ve cennetke aldıranlar. Bu cennetninki toğruluqi, kengirlikki, asman, zimince. Birisler bir musafe, orunun uzunluğu buludu, nimiliki buludu, kengirlikki buludu. Uzunluq olan kengirlikki okşaş olğan närsini biz 4 çasa
deymiz. Kengirligi uzunligidan sal qisqa bo'lib qolsa, buni uzunchoq kvadrat degan shaklda ifodalaymiz. Endi osmon zimincha deb ifodalanadi mayada. Osmon zimincha deb ifodalanadi. Osmon ziminninki uzunligi va kengirligi ondan keyin birisi-birisiga o'zaro qana qilishi, chaplashib turishi va bu chaplashgandan keyin ko'zimizga chaplashgandek ko'rinishi amaliyotda endi uningki tutashqa yerlarininki yer sharini yumaloq deb qaralsa, yer sharining o'zi biz turayotgan yer zamin, üstümüzdeki osmon deb qaralsa, yer sharininki osmonga tutashqa yerininki ko'zimizda tutishadigan yeri va amaliyotda tutishadigan yeri yo'q hamda bu bo'shliqda laylab turgan Allah'ın qudrati bilan yumaloq bir zamin. Mushu nuqta bilan o'lchab qo'ydi. Ya'ni bu shu demakki cheksiz bir shaklda. Sen onun kengirligini bilib bulanmaydigan bir daraja degan ma'no bo'lishi mumkin bu yerdagisi. Endi osmon zaminning uzunlik, kengirlik masalasi osmon zamin ikkilisi bor ya. Qur'onda tasvirlab vasi'a kursiyuhu samawati val ard. Allah'ınki kursisi osmon zaminni o'z ichiga oldi deganga o'xshash oyatlar bor. Payg'ambar alayhisolamning hadisida osmon zamin degan faqat bir cho'lliga tashlab qo'ygan bir halqaga o'xshaydi bu nimaga nisbatan kursining oldida degandek ifodalari bizga Allohninki mulkininki naqadar büyük ekanligini buni bir tasavvur qilib dunyodagi aql idrokatimiz bilan manchilik kengligi uzunligi manchilik deb o'lchagili bo'lishdan ortiq uning sirtidagi bir ishkanligi mushu yuqorqi oyat yoki hadislardan qana qilinishi mumkin, bilinishi mumkin. Undan keyin oyatning oxirida bu jannat muttaqillarga hozirlandi. Ama şeyde mühim bir nokta var deb qo'shib tegishlik. Hozirlandi demek bundan keyin zamin taraqqiy qilib, zaminda nurg'un narsalar bo'lib, andiga shunun hozirlanadi emas, hozirlanib bo'ldi. Ya'ni bo'ldi. Mu'minlarga hozirning o'zida ne bizning ko'zimiz ko'rib boqmagan, quloqimiz anglab boqmagan, xayolimizga kechib boqmagan bir shaklda Alloh tarafidan jannat hozirlanib bo'ldi. Shu topda Alloh bizga hozirlagan jannat va oslarga hozirlagan Dövzaq şu tapda hazır degan ma'no uiddatdan qana qilishi mumkin, chiqishi mumkin. Bugun vaqt munosabati bilan darsimiz bu yerda oxirlashadi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.